Assalomu alaykum, mening yurtim telekanalida odamlar orasida tok-shousi. Assalomu alaykum. Bugun o'zbekistonlik vunderkindlar haqida suhbatlashamiz. Bilamiz, deyarli barchamizda bugun ijtimoiy tarmoqlarda turli sahifalarimiz bor va mana shu sahifalarning asosiy fotosuratida kimdir o'zining fotosuratini joylaydi, kimdir har kuni deyarli almashtiradi o'sha asosiy fotosuratni, kimdir biron bir gul, manzara yoki bu chiroyli fotosuratni joylashtiradi. Masalan, siz qanday fotosuratlar joylashtirasiz ijtimoiy tarmoqdagi sahifalaringizga? Odatda ish jarayonidan yoki bo'lmasam oilaviy fotosuratlarni joylashim mumkin yoki yana bo'lmasam uchinchi variant bu farzandimning suratlarini joylashtirishim mumkin. Biz ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarni kuzata turib, asosiy fotosurat o'rniga qo'yilgan fotosuratga ko'zimiz tushdi. Marhamat, auditoriya vakillaridan ingliz tilida mana shuni o'qib bering. The result of exam Turin. Math 20 points out of 20, physics 8.75 point out of 10, logics 9 point out of 10, overall 37.75 point out of 40, 94.38% out of 100%. I'm so happy. Endi shuni tarjima ham qilib beringda bizga endi tushunishimiz uchun. Imtihon rezultatlari Turin. Matematika 20 tadan 20 ball, fizika 10 balldan 8.75, mantiqdan 10 ball ichidan 9 ball, umumiy 37.75, jami 40 dan 100% dan 94 %38% bilan kiribdilar. Men juda xursandman. Men juda baxtliman. Mana shu fotosuratni joylashtirgan va bugun juda ham baxtli deb o'zini sanayotgan Komronbek Yaxshimurodov bugun studiyamiz mehmonlar. Marhamat, qarshi olamiz. Komronbek, assalomu alaykum. Avvalambor odamlar orasida tok-shousi va mening yurtim telekanali ijodiy jamoasi tomonidan mana shu muvaffaqiyat bilan sizni tabriklaymiz. Imtihonni qanday topshirdingiz va birinchi bo'lib mana shu natijani ko'rganingizda qanday hissiyotlarni kechirdingiz? Imtihon 3-iyuldan 6-iyul kunlari bo'lib o'tdi. Mening 4-kun edi. Soat 3da imtihonga kirdim va birinchi bo'lib mantiq fanidan boshlandi. Italyanliklar oldida nazoratchi bo'lib, italyanliklar o'zi tabriklab, buni o'sha paytda juda xursand bo'lib ketdim ular fikrlaridan. Va siz oliy o'quv yurtining birinchi bosqichiga qabul qilindingiz, shundaymi? Yo'q, xudo xolasa 2-kursga. Tushunmadim. Turinda 76% dan oshirsangiz, ikkinchi kursga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazib yuborishadi. Chunki Italiyada asli 3 yillik ta'lim, bizga kelgani uchun 4 yillik qilishgan. Agar 76% dan oshirsangiz, to'g'ridan-to'g'ri ikkinchi kursga qabul qilinasiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Kamronbek, bunaqangi xushxabarni birinchi bo'lib kim bilan o'rtoqlashdingiz? Birinchi bo'lib albatta ota-onamga aytdim. O'zi kutib olgani kelishgandi. O'sha yerda xursand bo'lib shularga aytdim. Keyin albatta ustozlarimga. Keyin esa ijtimoiy tarmoqqa joyladingiz, menimcha. Tabriklar qanday bo'layapti? Ijtimoiy tarmoqda do'stlaringiz, yaqinlaringiz qanday tilaklar bildirishyapti sizga? Hamma xursand, hamma omad tiladi. Mana shu muvaffaqiyatga erishish uchun qancha muddat tayyorlandingiz? Necha yillar sarflagandirsiz balki? Necha tunlarni balki kitob bilan bedor o'tkazgandirsiz? To'g'ri. O'zi asli 9-sinfdan boshlab tayyorlov kursiga borish boshlaganman, ingliz tili fanidan. Keyinchalik birinchi kurs bo'lganimda matematika ham qo'shilgan. Ikkinchi kursni o'rtasiga kelganda 3 ta matematika, fizika, ingliz tilini olib borganman. Oxirida mana natijani o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Turin Politexnika universitetining ikkinchi bosqichiga qabul qilindingiz. Endi oldingizga nimalarni maqsad qilib qo'yapsiz? Yurtimga foydam tegadigan kadr bo'lib yetishish asosiy maqsadim. Aynan siz kabi chiroyli maqsadlarni o'z oldiga qo'ygan va bir paytlar mana shunday yaxshi natijalar bilan oliy ta'lim muassasasiga qabul qilingan talaba yoshlar bu yerga tashrif buyurishgan. Keling ular bilan suhbatimizni davom ettirsak, Turin Politexnika universitetining Toshkentdagi filialida tahsil jarayonlari qanday kechyapti? Mana shu oliy o'quv yurtiga qabul qilingan talaba yoshlar uchun qanaqa u yerda imkoniyatlar, sharoitlar bor va ular qanchalik o'zlarini ko'rsata olishyapti? Hozirgi kunda Turin universitetida juda ham imtihonlar adolatli o'tmoqda. Buni ko'rsatib berish uchun birinchi galda oxirgi 2 yilda barcha testlar kompyuterda o'tkazilyapti. Ya'ni har bir talaba natijasini o'sha zahoti biladi. Hech qanaqa muammosiz shu nechta to'g'ri yechgan, nechta noto'g'ri yechganligini ham ko'z oldida ko'ra oladi. Turin universitetiga qabul qilgan talabamizni tabriklayman. Mana bunaqa natijaga erish oson emas. Demak, Kamronbek 20 tadan 20 ta matematika fani bo'yicha yechib, Al-Xorazmiyning haqiqiy avlodi ekanliklarini isbotladilar desak, biz yanglishmaymiz, to'g'rimi? To'g'ri.
Kamronbek, sizni o'qishga kirganingiz bilan tabriklayman. Barcha abituriyentlarga nasib qilsin. O'qish yakunlagandan so'ng xorijiy mamlakatlarda ishlamoqchimisiz yoki O'zbekistonda qolib yurtimiz rivoji uchun hissa qo'shmoqchimisiz? Ochig'ini aytsam, bu haqida hali o'ylab ko'rganim yo'q. Mashinasozlik yo'nalishini o'zim tanlaganman. Mashinasozlikda o'zimizda Asakada yoki bo'lmasa Samarqandda man degan zavodlar bor. O'shalardan biriga agar nasib qilsa, chet elga agar taklif qilsa, albatta chet elga ham ketishim mumkin. Malaka oshirib, yana O'zbekistonga qaytib, foydam tegadigan mutaxassis bo'lib yetishga harakat qilaman. Bugun auditoriyamizda mana shunaqangi qaysidir ma'noda aqlli bolalarning ustozlari, ota-onalari kelishgan. Shu o'rinda ularga yuzlanmoqchiman. Farzandlarimiz imtihonlardan mana shunaqangi ijobiy natijalarni qo'lga kiritib, bizni xursand qilishlari uchun, har bir testlarni muvaffaqiyatli ishlashlari uchun biz bugun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Oiladagi muhit, ota-onaning talabchanligi, maktab ta'limida ta'limni to'g'ri tizimda yo'lga qo'yilganligi hamda ustozlarni mashaqqati deb bilaman. Qator muvaffaqiyatlarga, yutuqlarga erishgan yoshlarimiz bugun jam bo'lishgan. Ular orasida sportning bir qator turlari, xususan shaxmat bo'yicha muvaffaqiyatga erishgan O'zbekiston chempionlari, Osiyo chempionlari va jahon chempioni ham bor. 8 yoshli Odinaxonni mana shu yerga taklif etsak, shaxmat sport turi bo'yicha jahon chempionatida qatnashib, kumush medalni qo'lga kiritgan qizaloqni studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Shaxmat bo'yicha jahon chempionatida qatnashib, muvaffaqiyat qozongansiz. Shu haqida gapirib bering, qachon bo'ldi bu tanlov? 2016-yil. Sochida. Kim bilan dona surishdingiz? Hamdam va Afroza. Odinaxonning onalari shu yerdammi? Keling, marhamat. Odina 6 yoshidan boshlagan shaxmat bo'yicha. Biz Sergeli tumanida boshlaganmiz. 2016-yil dekabrda Sochi shahrida bo'lib o'tgan shaxmat jahon chempionatida 9 ta tur o'ynaldi klassika bo'yicha. Menimcha Odinaxon va ularning onalari biroz hayajonlanyaptilar. Har qalay yutuqni qo'lga kiritgandan keyin, mana shunday nufuzli jahon chempionatida qatnashgandan keyin kishida hayajon bo'ladi. Menimcha soha mutaxassislaridan fikr tinglasak o'rinli bo'ladi, to'g'rimi? Olim va Odinani hozirgi kunda butun O'zbekiston taniydi desam mubolag'a bo'lmaydi. Qisqa vaqt davomida juda ko'p natijalarni qo'lga kiritdi. Va albatta o'tgan yil 2016-yili Sochi shahrida bo'lib o'tgan maktab o'quvchilari o'rtasida jahon chempionati o'tkazildi. Ushbu musobaqada Olim va Odina 400 ga yaqin ishtirokchilar orasida jahon chempionatini kumush medalni qo'lga kiritdi. Bu albatta yuqori natija hisoblanadi. Shuningdek, avgust oyida Braziliyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Umid qilamizki, mana shu jahon chempionatida ham yuqori o'rinlarni egallab, O'zbekiston uchun kerakli medallarni taqdim qiladi. Tayyorgarliklar qanaqa bo'lyapti hozir mana? Yaqinda Braziliyaga safarga ketish oldi turgan ekansizlar. Tayyorgarliklar yaxshi ketyapti. Trenerimiz Zayniddinov Sirojiddin bilan shug'ullanishyapti. Bir kunda necha soat shug'ullanyapsizlar? 3 soat. Trenerimiz ko'p ishlaydilar. Mashaqqatli ishlari. Odinaxon, mana shu hozir mana 8 yoshingizda jahon chempionatida kumush medali sohibi bo'lib ulguribsiz. Eng katta orzuyingiz qanaqa? Grossmeister bo'lmoqchiman. Grossmeister bo'lish uchun esa nimalarga bugun rioya qilish kerak? Ko'p dars qilish kerak. Rahmat. Rahmat. Studiyamizda ko'pni ko'rganlar ham jam bo'lishgan. Mana Abdurashid aka mana shu yerga tashrif buyurganlar. Mana shu farzand tarbiyasi borasida, yoshlarning tarbiyasi borasida qanaqa e'tiborli bo'lish kerak, nimalarni inobatga olish kerak? Siz mana shu tajribangizdan kelib chiqib, nimalarni o'git sifatida bugun ayta olasiz? Birinchi navbatda aytardimki, bolaning tarbiyasi ota-onadan, uydan boshlanadi. Qolaversa maktabdan. Bu maktabga tashlab qo'yib, ota-ona bexabar qolsa, unda natijasi yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun ota-ona muntazam ravishda uni yurish-turishidan, tarbiyasidan bexabar qoldirmaslik kerak. Maktabdagi o'qituvchilarning munosabati, o'qituvchining o'quvchiga bo'lgan munosabati juda katta rol o'ynaydi bu yerda. Bolani ishtiyoqiga qarab turib, shunga sharoit yaratib berish kerak. Yoshligimiz paytida bunaqa sharoitlar yo'q edi. Hozirgi sharoitda mana ilgarigi ittifoq paytida chetga chiqa olmasdi. Hozir qayerga borsa, chiqsa chiqib, nima o'zini maqsadini ko'rsata bilish sharoiti yetib keldi. Shuning uchun ota-onalar farzandga juda katta ahamiyat berib, ularga sharoit yaratib berib, ularni nima istagi bo'lsa, shuni amalga oshirishga yordam berish kerak. Shu o'rinda shaxmat federatsiyasi vakilasiga yuzlanmoqchiman. Hozir bizni teleekranda tomosha qilib turib, men ham farzandimni shaxmat sportiga
olib boraman endi bugundan boshlab degan ota-onalar qayerga murojaat qilishlari kerak bo'ladi va farzandlarida qanday fazilatlarni, xususiyatlarni shakllantirishlari kerak? Aynan ular ertaga jahon chempionatlarida Odinaxonga o'xshab muvaffaqiyatga erishishlari uchun. Oxirgi 2 yilda O'zbekistonda shaxmat sporti juda ham ommaviy sport turlari qatoriga kirdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi respublikamiz mana chekka hududlarida ham respublika chempionatlarida ishtirok etuvchilar soni 100 dan oshiq darajaga yetdi. Bu albatta viloyatlarimizda ham shaxmat sportini ommaviylashayotgandan dalolat beradi. Hozirgi mana shu sport turini rivojlanishi hamda sportchilarimizni muntazam shug'ullanishi uchun deyarli har bitta federatsiyamiz bo'limlari faoliyat yuritmoqda. Shu bilan birgalikda sport maktablarida ham shaxmat to'garaklar tashkil etilgan. Demak, mana shu to'garaklarga ota-onalar farzandlarini bemalol olib borishlari mumkin. Albatta. Shuningdek, yana marhum birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan bizani sportchilarimizga, ayniqsa shaxmatchilarimiz uchun tashkil etilgan shaxmat bo'yicha respublika ixtisoslashtirilgan maktabi juda ulkan sovg'a bo'ldi desam bo'ladi. Mana shu maktab faoliyat yuritib boshlagandan buyon mana chempionlarimiz soni ham juda ham ko'paydi. Shuningdek, respublikamizdagi eng taniqli murabbiylar mana shu maktabda hozir faoliyat yuritishmoqda. Mana shu maktabni ham har bitta respublikamizda bo'limlari ochildi. Bu albatta sportchilarimizni shaxmatga bo'lgan qiziquvchilar sonini ham tobora ortishiga sabab bo'lmoqda. Rahmat sizga. Keling, hozir Parviz kichik bir so'rovnoma o'tkazamiz. Kim bola muvaffaqiyatga erishishi uchun u bilan ko'proq ishlash kerak va u iste'dodini ana o'shandagina namoyon qila oladi deb hisoblaydi? Demak, auditoriya vakillarimizning asosiy qismi bolalarimiz, farzandlarimiz bilan tobora ko'proq ishlashimiz kerakligi va shundagina ular bizni o'zlarining muvaffaqiyatlari bilan shod etishlari mumkinligini ko'rsatdi. Keling, hozir hamyurtlarimizning fikrlari bilan ijtimoiy so'rovnoma orqali tanishamiz. Bola bilan shug'ullanish kerak, tarbiyasiga qattiq qarash kerak. Bolani iste'dodini namoyon qilish uchun tanlovlarga ko'proq ishtirok etish kerak. O'sha narsaga kattalar yordam berish kerak. Bilimini mustahkamlash kerak. Bir xillari onasi matematik bo'lishi mumkin. Bu nasldan naslga o'tadigan narsa. Надо отдать это в кружки, где профессиональный педагог будет заниматься и разрабатывать этот талант. Ну и родители должны помогать. Bolani endi nimani yaxshi ko'rishiga qarab o'sha iste'dodini rivojlantirish kerak-da. Iste'dod hamma bolada bor, har xil iste'dod bor. Iste'dod meditsina jihatdan gendan genga o'tadi. Lekin uni rivojlantirish uchun kutubxonalarga olib borish kerak va o'shani yo'naltirish kerak deb o'ylayman. Birinchi navbatda asli bolani tushkunlikka tushirmaslik kerak. Ko'nglini ko'tarish kerak, oldindan orzu havasga intiltirish kerak. Birinchi navbatda har bir inson zaif emas, sog'lom bo'lsa, kalla ham zo'r ishlaydi-da. Bolalarimizning bilimi genga bog'liqmi yoki ona homiladorlik paytida ko'proq kitob o'qib, qanchalik nima deydi, o'zini bir anaqa shakllantirib borsa, bolaga ko'proq o'tar ekan. Shuning uchun prezidentimiz tomonidan sog'liqni saqlashga juda katta e'tibor berilmoqda. Inson sog'lom bo'lsa, fikri ham teran bo'ladi. Kitobni tez oladi. Tashqaridagi birov nima desa, ishonib ketavermaydi-da. Albatta, har birimizga otamiz yoki onamizdan qon orqali nimadir o'tadi. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu xarakter bo'lishi mumkin yoki bu bir fe'l atborimizga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bunaqa erishilayotgan yutuqlarda, bunaqa bilimda albatta yoshlikdan olingan bilim, ilm samarasi bo'ladi. Ya'ni yoshlikdan olingan bilim deydi, toshga o'yilgan naqshdir degan gap bor. Bir narsani misol qilib keltirmoqchiman. Agarda 1000 bolani genida bo'lgan bo'la, u bolaga ana shu genda uni qobiliyatini namoyon qilish uchun biz imkoniyat yaratib bera olmaydigan bo'lsak, demak bu bola hech qanaqa natijaga erishmaydi. Kashf etmaymiz uni. Kashf eta olmaymiz. Bir gap bor. Har bir bolada quyosh bor. Faqat unga nur sotishiga imkoniyat bering degan gap bor-da. Demak, bugun birinchi o'rinda jamiyatimizda, mana shu mustaqil mamlakatimizda yoshlarimiz, farzandlarimiz qandaydir imkoniyatlarga, qandaydir bir bosqichlarga chiqib borishligi uchun bugun ota-onaning mas'uliyati katta deb o'ylayman. Jamiyatimizning mas'uliyati katta deb o'ylayman va bu borada bizning mamlakatimizda muammo yo'q. Muhtaram prezidentimiz tomonidan katta e'tibor qaratilyapti yoshlarga. Bolalarimiz uchun barcha kerakli bo'ladigan imkoniyatlar yaratib berilyapti. Endi faqatgina bitta narsa qoldi. Ota-onaning mas'uliyatini oshirishimiz. Agar ota-ona o'zining farzandini muvaffaqiyatga erishish uchun, uni kelajagi uchun befarq bo'lmaydigan bo'lsa, yana ana shu Al-Xorazmiylar, yana ana shu Beruniylarimiz, Ibn Sinolarimiz O'zbekistondan albatta chiqadi. Faqat ularga imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Hozirgi kunda xalqaro olimpiadalarda kimyo fanidan, matematika fanidan yuqori o'rinlarni egallashiga buyuk mutafakkirlarimizni Abu Alabi ibn Sino,
al xorazmiy izdoshlari avlodlari ekanligimiz ham yutuqlarga erishishiga sababchi deb o'ylayman. So'zingizni tasdig'i sifatida shuni aytishimiz mumkinki, kuni kecha o'zbekistonlik 11 yoshli yigit jahon olimpiadasida birinchi o'rinni olib, barchamizni shod etib, o'n bir yoshli Ubay Yahyoyev Bolgariyaning Nisebr shahri yaqinida bo'lib o'tgan Chegarasiz matematika 2017 xalqaro olimpiadaning final bosqichida oltin medalni qo'lga kiritdi. Ubay musobaqada 11 mamlakatdan kelgan 1200 nafar kuchli matematiklar bilan bellashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, barchaga o'rnak qilib ko'rsatish mumkin bo'lgan qahramonimiz rus, ingliz va fransuz tillarini juda yaxshi o'zlashtirgan. Yana bir iqtidorli yoshimiz qo'lga kiritgan diplom mening qo'limda turibdi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan topshirilgan ushbu diplom Toshkent shahar Yunusobod tumani 17-maktabning 7-sinf o'quvchisi Yusupova Oysha Ulug'bekovnaga topshirilgan. Oysha nemis tili fanidan 2017-yildagi bilimlar bellashuvida faol ishtirok etgan va 100 balldan 100 ballni qo'lga kiritganlar. Keling Oyshani ham mana shu yerga taklif etsak. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Oysha, xush kelibsiz. Tabriklaymiz avvalambor muvaffaqiyat bilan. Rahmat. Siz bilimlar bellashuviga qanday tayyorgarlik ko'rgandingiz? O'sha jarayonlarni bir eslasangiz. Этот конкурс был примерно 27 апреля. Был сначала первый, второй тур в один день. На второй день был третий тур. Сначала прошло прослушивание, а потом было чтение на втором туре. И в третьем туре были тесты. И у меня 100 из 100. Yangi rejalaringiz qanaqa Oysha? Вот я интересуюсь точными науками. Хочу внести свой вклад в развитие Родины Республики Узбекистан. Я интересуюсь математикой, физикой, химией. Это интересные предметы. Hallo Kinder, guten Morgen, komm wir spielen, komm, komm, komm. La 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 la. Komm wir spielen, komm, komm, komm. Demak, siz nasib bo'lsa, aniq fanlar bilan shug'ullangan holda O'zbekiston nomidan jahon miqyosiga, jahon arenalariga, jahon demak maydoniga, jahon sahnaga chiqqaningizda nemis tilida, umuman barcha qolgan xorij tillarida ham xudo xohlasa bemalol suhbatlashasiz, so'zlashasiz va O'zbekiston nomini dunyolarga yoyishingizga ishonamiz. So'zim avvalida bo'lajak bo'lib kursdosh bo'lib qolgan shu yigitga va uni ota-onasiga men kattakon rahmat aytmoqchiman, chunki shunchalik mana shug'ullanishgan ekan, iqtidor, talant bor ekan. Endi hozirgi kunda o'zimizning universiteti yutuqlarini aytadigan bo'lsam, har xil bir texnika olamida ham shunaqangi bir yutuqlarga ham erishyapti. Masalan, elektron mashinalar yaratildi. Ya'ni bu har bitta odamni kuch-quvvatini tejaydigan va shu o'zimizdan davlatimizdagi iqtisodiy tarafdan foyda keltiradigan, chunki kam xarj, chunki unda quyosh nurlaridan zaryad olgan holatda ishlaydi. Auditoriyada o'tirib men bitta tahlil qildim. Nafaqat sportchi yoshlarimiz, iqtidorli yoshlarimiz bor ekan va chet tillarda bemalol so'zlashadigan yoshlarimiz ham bor ekan. Adashmasam, Abram, siz bir qator stipendiyalarni ham qo'lga kiritgansiz, to'g'rimi? 2016-2017 O'zbekiston yoshlar ittifoqining maxsus stipendiya sohibiman. Undan tashqari xalqaro Xitoy tili sertifikati sohibiman. Bu yilgi Shanxay hamkorlik tashkilotining O'zbekistonga ajratilgan maxsus o'quv granti sohibiman. Bu yili chet elga borib o'qish nasib qiladi, o'quv granti. U nemis tilida gapiradimi, ingliz tilida gapiradimi, xitoy tilida gapiradimi? Lekin o'sha davlatga borsangiz, 4-5 ta tilda so'zlashadigan yoshlar yo'q. Faqat O'zbekistonda bor 4-5 ta so'zlashadigan. Bu ham bizning katta yutug'imiz. Va bitta narsa ishontirib ayta olamanki, shu yerda o'tirgan barcha yoshlar chet eldagi tengdoshlar bilan bemalol bahslasha oladi. Men o'shanga ishonchim komil. Abram tomonidan bildirilgan fikrlarni eshitib, yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Menimcha o'zi aytishga ozgina tortindi shekilli. Abram bevosita O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy kengashi yosh siyosatchilar klubi koordinatori hisoblanadi. Demak, Mirobod tumanidan koordinator. Abram mana shu imkoniyatlardan kelib chiqqan holda 4 ta tilni biladi, shuncha yutuqlarga erishgan. Faqatgina o'zi bu yutuqlari bilan bir chekkada qolib ketayotgani yo'q. Ya'ni bu mana shu partiyamizda saylovoldi dasturidan kelib chiqqan holda o'sha partiyamizga a'zo bo'lgan
kam ta'minlangan, demak O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining elektorati bo'lgan kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlarini bugun mana shu 4 ta til bo'yicha ularni qiziqqan yo'nalishlari bo'yicha bepul tizimda o'rgatishni o'zining yoniga maqsad qilib qo'ygan. Shu bilan birgalikda imkoniyati cheklangan yoshlarimizga ham shunaqa imkoniyat yaratganki, agarda ularda qiziqish bo'lib, til o'rganishga nisbatan xohish bo'ladigan bo'lsa, bularni ham o'sha mahallalarda yurib, o'zi izlab topib yoki bo'lmasam o'sha o'rtoqlari orqali aniqlab kelgan yoshlarimizga o'zini qo'ldan kelgancha yordamini beryapti va bu yo'nalishda biz ham Xalq Demokratik partiyasi ham imkoniyatlar yaratib berganmiz. Demak, klubimizni bevosita biz bilan katta yoshdagilar bilan o'tirib o'sha joyda til o'rganish yoki o'zini qiziqtirgan savollarga javob olish yuzasidan biz bugun imkoniyatlar yaratganmiz. Yashang. Demak, Urbek Abram nafaqat o'sha ajdodlarga munosib avlod, balki o'zbek xalqining azaliy urf-odatlari, udumlariga sodiq qolgan bir mehr-oqibat ko'rsata oladigan yosh misolida bu e'tirof etsak bo'ladi. Abram, qaysi tilni bilasiz? Ayni paytda muntazam biladigan tillarimdan bu o'zbek tili, rus tili, ingliz tili va xitoy tili. Yana boshqa tillarni boshlaganman, lekin bu boshlang'ich. Hozir mana shu joyda bilimingizni bitta sinab ko'rsa qarshi emasmisiz? Odamlar orasida O'zbekistondagi eng ommabop ko'rsatuvlardan biri. Shuni xitoy tilida aytib bera olasizmi? 我们的国家知识介质人生的很发展的很快。 Mana bugun bizni auditoriyamizda shaxmat bo'yicha, til bo'yicha, fizika, matematika bo'yicha to'plangan yoshlar haqida gapirdik. Oramizda biologiya fani bo'yicha ham o'ziga yarasha yutuqlarga erishib kelayotgan farzandlarimiz bor. Marhamat, so'z sizga. Men ham Oysha singari bilimlar bellashuvining respublika bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Men respublika bosqichida 2 yildan beri ishtirok etib kelmoqdaman. O'tgan yili 2-chi o'rinni qo'lga kiritganimda yiqilgan kurashga to'ymas deganlaridek, keyingi yil albatta birinchi o'rinni qo'lga kiritaman degandim. Bu yil niyatimga erishdim, birinchi o'rinni qo'lga kiritdim va men ham 100 balldan 100 ballni egallashga muvaffaq bo'ldim. Rahmat, tabriklaymiz. Kelajakdagi maqsadlaringiz haqida gapirib bera olasizmi? Kelajakda orzularim ko'p. Kelajakda jahon olimpiadalarida O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, Ibn Sino, Beruniy kabi ajdodlarimizga munosib avlod bo'lish niyatim bor. Omad tilab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Meni ismim Nilufar. Men Turin Politexnika universitetida 2-kurs talabasiman. Men Komronbeyga yuzlanmoqchiman. Men o'tgan yili shu o'qishga kirganimda o'zimga aytdim, xudo xolasa o'qishga kirsam, umuman kitob ochmayman. Bo'ldi, bundan buyog'iga dam olaman deb o'zimga va'da bergandim, lekin qarasam, adashibman. O'qishga kirganimdan keyin undan-da ko'proq o'qishga to'g'ri keldi. Menimcha boshqa universitetlarga ham kirgan bo'lsalar kerak. Nimaga aynan Turin Politexnika universitetini tanlaganlari haqida so'ramoqchi edim. Birinchi kursligimdan asosiy niyatim Turin Politexnikada o'qish edi. O'sha uchun ham shu sohaga o'zi asli G'ulom degan akam qiziqtirib qo'ygan. O'zi ham hozir 2-kursga o'tdi. Endi o'sha sabab Turinni tanlaganman. Avvalambor assalomu alaykum. Men ham biologiya fanidan bilimlar bellashuvining respublika bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritganman. Albatta bu yurtimizni bizga yaratgan sharoitini unumli foydalanib respublika bosqichlarida ishtirok etdim. Kelajakdagi orzularim shifokor bo'lib, xalqimizni og'irini yengil qilib, ularga mos farzand bo'lib, yurtimiz sha'nini ko'klarga ko'tarish niyatim bor. Xulosa o'rnida bir fikr bermoqchiman. Farzandni aqli, farzandni harakati gendan o'tadimi, o'zini harakati bo'ladimi yoki boshqa narsa bo'ladimi? Eng muhimi farzand har doim o'zi, odamni o'zi harakat qilishi kerak. Va albatta mana shu xalqqa, mana shu vatanga mos farzand bo'lib yetishishi shart. Mana hozir demak Turin Politexnika universitetining 2-bosqichi talabasi bo'lish orzuyingiz edi. Qachonlardir bu orzuyingizga erishdingiz. Endigi maqsadingiz nimalardan iborat? Endigi maqsadim shu Turin Politexnika universitetini a'lo baholar bilan tamomlab, yurtimga yetuk kadr bo'lib yetishishda. Kamron, mana 1 oy yoki 1 oydan sal ko'proq vaqtdan so'ng tahsil jarayoni boshlanadi. O'zingiz mana shu tahsil jarayoniga tayyorman deb o'ylayapsizmi hozir? Tayyorgarliklar hali ham davom etyapti. Chunki hozir 1-kursdan o'qimasdan 2-kursga o'tdim. Bu mashaqqat ancha kuchli bo'lish kutilmoqda. O'sha uchun ham hozirgi kunda hali ham tayyorgarlik davom etyapti. Buning uchun meni nazarimda siz nafaqat bilimlaringizni yanada mustahkamlashingiz kerak, balki o'zingizni ruhiy jihatdan ham tayyorlashingiz kerak bo'ladi va biz sizga bunda omad tilab qolamiz. Oysha, siz ham agar o'sha kelgusidagi rejalaringiz haqida, kelgusidagi maqsadlaringiz haqida gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Ну, я еще не знаю точно, но я бы хотела стать ученым. Математиком или физиком.
Это интересно. А также в совершенстве знать немецкий язык. Odinaxon qachon borasiz Braziliyaga? 21 avgust. Nimalar bilan qaytasiz Braziliyadan Odinaxon? Medallar bilan. Yashang. Bugun tayyorlagan tok-shouimiz bilimga, ilmga bo'lgan chanqoqlikni yanada oshirishi va O'zbekistonda wunderkidlar soni yanada ko'payishiga xizmat qilsa ajab emas. Bu odamlar orasida tok-shou sayda o'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha bizga murojaat qilishni unutmang. Ko'rishguncha.